Кыргыз элим, биз ушул үйдө жашайбыз. 3 балам бар. 5 жылдан бери жашайбыз. Ушул айдын 20-сында чыгып кетишибиз керек. Президентибизден жана мэрден жардам сурайбыз. Qo'llaridan kelsa, Allohim qodir qilgancha bizni sharoitimizni mayli kelib ko'rsanglar ham mayli, bir yordam berib olsanglar yaxshi bo'lmoq edi. Uydanmi yoki moddiy tomondanmi eng katta savob bo'lardi. Juda ham qiynalib ketdik. Baribir o'zingning uying bo'lmasa qiyin ekan. Juda ham qiyin holatda qolib ketdik. Iltimos, yordam berib yuboringlar. Biz ham bir uyli bo'lib olaylik. Hammadan qalqilga gaplashdim. Juda charchadik to'g'risi. Kuyovim ham og'riqchan, farzandlarim ham og'riqchan. Alloh yo'lida yordam beringlar, iltimos.